Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Mana men sizlarga hozir bitta motokultivatorni reklama qilaman. Mana Everest 7lik. Eng yaxshi, eng qulay. Qishloq xo'jaliklarini yerlar ag'darish uchun, yerlar chopish uchun, kultivatsiya qilish uchun hamma narsaga ishlashga imkoniyatimiz bor. Boyini qo'yasiz, gazini qo'yasiz. Hammasini qo'yasiz. Skorga solasiz, yurg'izasiz, skorga solasiz, haydab ketaverasiz. Tishlari hamma narsa bor. Maganchilar sotadi sizga. Maqtab, to'g'ri maqtaganiga arziydigan narsa bu. Bitta narsa faqat uyga kelib ishlatganingizdan keyin faqat bu yerga. Uyga kelib ishlatganingizdan keyin qachonki ishlatgan vaqtingizda siz nimaga ehtiyot bo'lishingiz kerak? Moyiga, vazig'ishildi moyiga ehtiyot bo'lishingiz kerak. Ozoqgina moy quyiladi bunga uchun. Benzinni quyasiz, moy quyiladi, hamma narsa quyiladi. Bitta kamchiligimiz mana bu yerda vazig'ishildi bilan karburetor ketgan mana bu shlang bor, trubka. Agarda mana trubka mana bu yerga tiqiladi. Trubka tiqildi mana joyiga. Agarda случайно mabodo bu chiqib ketadigan juda nozik narsa chiqib ketib qolishi mumkin. Chiqib ketib haydab qo'ysangiz, ozoqgina bo'lsa ham changga ishlatib qo'ysangiz, keyin nima bo'lishini bilasizmi? Endi men sizga hozir aytaman nima bo'lishini. Qarab turing. Xo'sh, shilanga trubka chiqib ketgan vaqtda haydab qo'ysangiz, 1 soat, yarim soat changga ishlatib qo'ysangiz, mana men hozir ilovat qilib yurg'izib ko'raman sizlarga. Ana ko'rdilaringizmi? Agar trubka chiqqan holda haydasangiz, mana shu ahvolga tushasiz, keyin ustaga qarab yugurasiz. Bo'ldi, reklamamiz